qazanchini bergan. O'z qazanchida lo'chini yegan yo'g'ini bergan va shu yo'q uni ozuqasi necha foizga yarasha aytilgan? 40% ga yarasha aytilgan. Shu yo'q uni 40% ga yarasha aytilgan. Bizadan chigirtkani ozuqasiga nima so'ralgan? Oqsil bilan so'ralgan. Endi qara. Demak, 110 grammimiz 40%, 100% eksilsaga, uni jamiga ozuqasi chiqadimi? 275. Demak, lo'chini jamiga ozuqasi 275 gram. Ko'p. U qancha kalta kesak yegan? 750 gram. U qancha chigirtka yegan? 27500 gram chigirtka. 25 4 Endi qaranglar. Lo'chin 110 gram yegan? Yo'q yegan. Gram yo'q. Shu yo'q, shu qancha kalta kesak yo'q yeyish kerak? Qancha chigirtka yo'q? Ko'rmang. Chigirtkaning jam massasi 27500. Bundan 11000. Chigirtka iste'mol qilgan yo'qni aytsa qancha qolar ekan? 16500 gram. Bu nimalar desak, oqsil bilan va uglevod. Energiyani so'raganmi? Ikkalasining energiyasi 4.1 kilojouldan bo'lgani uchun kilojoulga 2.6 bergani uchun ko'paytiramiz o'xshaydi. Demak, 16500 ko'paytirilgan 200 tushungan